Tog'larni qarang. Hoji aka. Assalomu alaykum, Tomorqachilik kanalining a'zolari, aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Biz 2026-yil 31-iyul kuni safarga chiqdik. Do'stim Toljon hoji bilan. Mana bugun 1-avgust Surxondaryo viloyatini diqqatga sazovor yaxshi joylarini ko'rib, aylanib, ziyorat qilib, ichki turizmni rivojlantirish maqsadida mana shunday safarga chiqdik. Do'stim bilan kupeyni vagonda joylashdik. Mana kupeyni vagon 4 kishilik. Barcha sharoitlar mujassam. Issiq suv, sovuq suvlar, choylar qaynab turibdi. Oziq-ovqatlar bilan maza qilib dam olib ketyapmiz. Shabadagina konditsionerlar ham yaxshi ishlayapti ekan. Xo'p. O'tirgan bu yere yurgan daryo deb mana hozir biz Surxondaryo viloyatining chegarasiga kirdik. Bir necha soatdan keyin xudo xolasa Sho'rchi tumanini katta stansiyasi bor ekan. Poyezd vokzali, o'sha yerda tushamiz. Hop, men sizlarga bundan oldin Surxondaryo haqidagi ma'lumotlarni aytib o'taman. Surxondaryo viloyati 4 ta viloyat bilan, ya'ni bitta Afg'oniston, Turkmaniston Respublikasi, Qashqadaryo va Tojikiston bilan chegaradosh. Umumiy yer maydoni 20,1 ming kilometr kvadratga teng. Aholi soni 3 milliondan oshiqroq. Markazi Termiz hisoblanadi. 14 ta tumandan iborat ekan. 14 ta tumani bor ekan. Shundan 8 ta shahari katta yirik shaharlar ekan, do'stim. Katta yirik shaharlari bor ekan. 114 ta rayon markazi shaharlar, masalan Bog'dod shaharcha degan bor, Bog'dod tumani, Bog'dod shaharcha. Xuddi o'shanga o'xshagan shaharchalari 114 ta bor ekan. Xo'p, aholi soni haqida gapirib o'tdim. Asosan mana shu dehqonchilik, chorvachilik, sanoat rivojlangan. Xo'p, gaz va neft boyliklaridan iborat viloyat. Archazorlarni qarang do'stim, archazorlar, zo'ra. Archazorlar. Aholisi asosan 78% o'zbek. Turkman bor, tojik, boshqa millatlardan iborat xalq bor ekan. Tarqoq mana vodiyga o'xshab qishloqlar bir-biriga ulanib ketmagan. Tog' orasi hozir mana kelyapmiz, tog'lar orasida qishloqlar bor. Suv muammosi baribir sezilib turibdi. Suv juda kam. Daraxt kam. Daraxtlar baland o'sadigan daraxtlar yo'q hisob. Asosan chorvachilikda iborat ekan tirikchiliklar. Ularni uzumlarini bilish uchun to'yga kiramiz. Xudo xolasa dehqonchiliklar bilan tanishaman. Xudo xolasa bu narsalarni hammasini albatta video qilamiz. Bu sayohatdan maqsad odam bitta joyda masalan shu yashab turgan joyingizni yaxshi mukammal bilasiz, lekin boshqa joylarda qiziqasiz. Bunga vaqt topib mana shunday bir shiddat bilan chiqib ketmasangiz bu sayohatni tashkil qilib bo'lmaydi-da. Do'stim bilan kelishib yo'lga chiqdik. Mana xudo xolasa safarimiz bexatar bo'lsin. Yaxshi borib aylanib, do'stlar bor, ular bilan ko'rishamiz, gaplashamiz. Mana shu holatda aylanib mana tog'ni qarang. Ajoyib tabiati bor ekan. Ajoyib tabiati. Hop, endi biz hozir Termizga bormaymiz-ku, Termizga bormasak kerak. Ikkita uchta Qumqo'rg'onga tushamiz, undan keyin Oltinsoy ko'li bor ekan, Oltinsoy, undan keyin o'sha dam olish maskani katta ko'l bor deyishyapti, uni borib ko'ramiz. Keyin Sangartak degan tog'li zona, bu Pamir Oloy tog'larining tizmalari bo'lsa kerak. Bu juda ham go'zal joy deyishyapti. Bormaganmiz, lekin orzuyim bor edi, ko'p borib ko'rishga. Xudo xolasa ushalaydigan darajada bo'lib turibmiz endi hozir.
inshaalloh mana shu vaqtlarga kunlarga yetkazsin. Video qilib tashlaysiz. Albatta bu Shart-sharoitlar. Sangatakni tabiati, yerdagi dam olish maskanlari, sharoiti, aholisi, barcha ma'lumotlarni imkon qadar sizlarga ulashamiz, tashlaymiz. Bundan albatta sizlar ham ko'rasizlar, kuzatasizlar. Videolarimiz manfaatli, yaxshi, yoqsa like bosasizlar. Do'stimga mana do'stim bilan birgalikda haligi safarga chiqqanda bu do'sti bir-biri oqibati yana ham yaqqol ko'rinadi, bilinadi. Ibodatlarimizni qilib sekin ketyapmiz mana tog'lar orasida. Xuddi tog'ni yorib ketyapti turgandek poyezdimiz a. 20 soat salkam 20 Ha. Yo'l masofasi biletimizda 18 soat 30 minut deb aytilgan edi. Yo'lda to'xtalishlar bo'lar ekan. Hozir salkam 20 soat ko'proq ham yurib qo'ydik. 20 soatdan ham oshar shekilli Termizga borguncha. Mana shu holatda mana Erchazor o'rmonlar, qoya toshlar zo'r ekan. Bizda nimalarga o'xshab ketar ekan, do'stim? Pervalda Qamchiq dovonining toshlariga o'xshab ketar ekan. Qashqadaryoda nima bor? Kitob pervali bor. Uni toshlari dumaloq bo'lar ekan. Qirral toshlari yo'q, hayron qoldim. Bu yerda o'sha Qamchiq dovonining qirrali qizil toshlari bo'ladi-yu, xuddi shunaqa toshlar bu yerda ko'p ekan. Mana shunaqa holatda sayohatimiz davom etyapti. Hozir bizni kutib oladigan do'stimiz bor. Vokzalda kutib turibdi, biz borib u bilan birgalikda yana yo'limizni davom ettiramiz. Vagon, kupeyni vagon, plaskatni bitta yonimizda restoran vagon ham bor ekan. Oziq-ovqat bemalol ovqatlanish ham mumkin ekan. Shunaqa sharoitlarda mana yo'limiz davom etib ketyapti. Archalar endi paydo bo'ldi. Haligi joylarda yo'q edi. Qashqadaryoni tog'li, keyin qumli qirlardan o'tdik. Bu yerda bunaqa Erchazor o'rmonlar ko'rinmadi. Bu yerda siyrak bo'lsa ham boshlandi. Xudo xolasa qalinlashib ketsa kerak bu tomonga borgan sari. Qalinlashyaptimi? Ana o'rmon. Haqiqiy qoyalarda rosa archalar ko'p ekan. Bu yerda iqlim sal pasaydi. Bildingizmi? Issiq sal pasaydi. O'ta issiq bo'lgan joylarda suv qochadi haqiqatan. Yer osti suvi, sizoq suvlar kam bo'ladi, yog'ingarchilik kam bo'ladi. Bu yerda endi sal ko'kalamzor ko'ryapsizmi? Haligi joylarni qarang. Qip-qizil dasht cho'li. Bu yerda ko'k o'tlar ko'pda. Ko'p yillik, 1 yillik o'tlar o'sib turibdi. Bu endi hozir yozda avgustda 1-chislosida turibdi, sanasida bahorda juda ham go'zal tabiat bo'lgan bo'lsa kerak. Endi birinchi kelishimiz betga bizni ko'rib boraveramiz. Xorazmga borganman. Xorazmda sayohatimiz bo'lgan. Hoji, siz ham borgansiz, birga borganmiz. Esingizdami? Kelinroq kelganmiz. Oldin Urganchga, keyin Xivaga borganmiz. Xivaga siz borganmidingizmi, yo'qmi? Xivaga borganmiz. Xivada o'sha eski obidalarni tomosha qilib kelganman. O'shanda 50 tiyinmikan yo'l 50 tiyin ekan. Olimpiya katta Stadion yonida o'sha yerda kelin olib kelganmiz. Kelin tushib to'y bo'lgan. Toshkentga olib kelganmiz kelinni. To'yga bordik. O'sha bahona aylanib ko'rib keldik.
Samarqand juda ham yaxshi bilaman. Samarqandga bir necha marta ko'p borganman. Endi ko'rmagan joylarim mana shu Navoiy viloyati, Surxondaryo viloyatida va Qoraqalpoqda borib ko'rmadim. Qolgan joylarni baholi qudrat ko'rib aylanib keldim. Taassurotlarga egamiz, xudo xolasa. Shunaqa do'stim. Hop. Surxondaryoda ham do'stlar bor, tanishlar ko'p juda. Agar ma'lumotlardan ozgina adashgan bo'lsak, uzr so'raymiz. Kommentariyada yaxshi fikr mulohazalaringni kutib qolamiz. Bizda videolarimizni muntazam kuzatib boringlar. Turli yo'nalishlarda chorvachilik, bog'dorchilik, mana bu tomorqachilik, mana bu sayohat, barcha sohalarda keng qamrab olingan kanal bu. Shuning uchun ham o'zlaringga yaxshi tomonlarini, manfaatli tomonlarini olasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar do'stim. Bizga oq yo'l tilaysizlar. Omon bo'linglar. Qarang.